Assalomu alaykum Barsport klubi kuzatuvchilari. Mana biza Andijonda Pep 071 do'koniga keldik. Mana bu hamma sportchilarimizni, mana Shohasan ham futbolist, mana futbolistlar, murabbiylar, sportchilar, kurashchilar hamma kelyapti bu do'konga. Nimagaki mollari hammasi katsisini. Hammasi mana. Andijon shaharida ochilgan. Men nomerlarni qoldiraman. Men futbolkalarni ko'ryapsizlar, hammasi katsisini. Kim Andijonga kelsanglar, mana shu Pep 071 do'koniga kelasizlar. Nomerlarni qoldiraman. Shu nomerlar bilan kelsanglar, sizlarga chiroyli qilib skidkalarni qilib berishadi, telefon qilsanglar. Mollari hammasi katsisini. Xo'jan akamni o'zlari shu yerda, men mana kutib olib qarab, shu yerda bolalar bilan sizlarga qanaqa holatda kiyinmoqchi bo'lsangiz, shunaqa qilib cho'tka qilib chiqarib yuborishadi. Menga yoqdi. Men Toshkentdan keldim, iminni shu do'konni maqtashgani uchun. Kelib mana ertaga o'sha Almataga uchib ketamiz. Bobur Abdulaziz Almataga urushadi bilasizlar 11-da. Xudo xolisi kuzatishda davom etinglar. 11-da Bobur Abdulaziz yutsa, 13-14-ga mana shu do'konga ham kelib kiyinadi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Barsport klubini kuzatishda davom etinglar.